Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum ustoz. Ustozda 2 oydan beri o'qiyapman. Hozirgi natijalarimiz hozircha 2x. Komandamiz ham 2x ga oshdi. Kelganimda tanidik komandamizda. Hozir 2x ga oshdik. Endi xudo xolisa mana shu yana 2 oyda bir 2 tacha filialga ko'payish rejasida turibmiz ustoz. O'zi boshchiligingizda. Xudo xolisa kelganimda umuman tizim yo'q edi. Boya aytganingizdek, bardak, qancha topamiz, qancha rasxod, nima qilayotganimizni bilmasdik. Endi mana komandani oshirdik. Programmalarni qo'ydik. Biznesimizda har bitta qadamimizni analiz qilyapmiz. Qancha topamiz, qancha rasxod, hammasini sekin-sekin qo'lga olyapmiz. Eng muhimi operatsionkadan. Eng muhimi shu. Sekin уже hayotga, oilaga o'rnimni topyapman. Xursandman ustoz, rahmat. Rahmat.